2023-yil 6-variant. Birinchi masala. Demak, oqova suvlarni tozalashda ishlatiladigan tuzning molyar massasini aniqlang. Hop, bu holatlarda qaysi ishlatilar ekan? Alyumin sulfat. Molyar massasi 142. Hop, ikkinchi masala yozib oldik reaksiya tenglamasini. Noma'lum D moddaga xos fikrni aniqlang deyapti. Hop, noma'lum D modda topishimiz uchun bizda qaysi modda qatnashyapti? A moddami? Hop, qachondan xlomik hosil bo'ladi? Qaysi xlomik oksid reaksiyasida? Xrom oksidmi? Demak, A moddamiz nima? Xrom oksid. Xrom oksid bo'ladigan bo'lsa, o'sha A modda nimalar reaksiya qilyapti? Nitrat kislota. Hop, xrom 2O3 qo'shilgan nitrat kislota. Nima chiqadi? Xrom 3 nitrat. Xrom Nitrat plus suv. Plus suv. Hop, demak, D moddamiz nima? Xrom 3 nitratmi? Ha. Shunga xos holatimizni bilishimiz kerak. Demak, molyar massasi 189, to'g'rimi? Ha. Yo'q, xato. Xo'p, molekulada 3 ta atom bor. Xato bu ham. 4 xil element atomi bor deyapti. Yo'q. Xilda yo'q-a? Yo'q. Xo'p, molyar massasi 238 hisoblanarchi? To'g'ri. 238. Demak, 238 Bajo. bejavob. 3. Fenolftalin ishqoriy eritmasi rangini aniqlang. Nima bo'ladi? Uchta javob. 3ta. 4. Faqat sistem qoldiqlaridan tashkil topgan polimerlanish darajasi 200 ga teng bo'lgan oqsilning molyar massasini aniqlang. Hop, sistemni formulasini yozib olamiz. Hop, qanday bo'lar edi endi sistem? SH2 NH2 karboksil. karboksil. Mana. Necha bo'ladi buni molyar massasi? 120. 121. Shunda nechta qatnashyapti faqat? 200 tami? 200 ta. Hop, 200 ga ko'paytiramiz. 24200. 24200. Hop, endi tekstlar mavzusida doimo suvning miqdori bitta kam bo'lar edimi? Ha. Bo'lsa necha bo'ladi bu? 199 bo'ladi. 199. 199 necha ko'paytiramiz? 18 ga. 18 ga. Mana 3582. 3582. Ikkoni farqini topib olsak, javobimiz chiqqan bo'ladi. Demak, 2000. Hop, 24200 ayrilgan 3582. 20618. Qaysi javob? Bajavob. Javob 20618. Xo'p, 5. Mis turibdi. Kumush, turibdi. oltin. Oltin turibdi. Metallarning Aktiv. xo'p, aktivligi qanday o'zgaradi? O'zi misdan keyin kumushga kamayadi. Ha. Kumushdan oltinga yana kamayadi. Kamayadi. Xo'p, qaysi javob? B. D javob. D javob. Xo'p, 6. Noma'lum alkalitning 0.2 moli mol miqdoridagi kislorodga yondirilganda, xo'p, oksidlovchi 3.2 mol elektron qabul qilgan bo'lsa, alkalitni aniqlang. Xo'p, umumiy formulasi nechta bo'ladi alkalitni? Qanday bo'ladi? 2. Yo'q. Sendan boshlanadi Ha, shunda. sen. Sen H2 O. Ha. Uni yondirsak, hop, O2 bo'ladi. Karbondioksid plus suv, to'g'rimi? Ha. Endi. Xo'p, shu jarayonda mana oldiga N, buni oldiga menmi? Ha. Kislorodlarni hisoblaylik. 2N, N bilan 3N mi? Ha. 3N dan nechini ayiramiz? 1 ni ayiramiz, to'g'rimi? Shu lekin nechtasi? 2 ga bo'lish kerakmi? Bo'lish kerak. Necha bo'ladi shunda mana? Hop, 0.5. 3N minus 1 taqsim 2. 2. Demak, 1,5 N minus 0.5. 0.5. Xo'p, mana endi demak 1,5 N minus 0.5. To'g'rimi? Endi mana shu jarayonda kislorod O2 0 holatda necha o'tyapti? Minus 2 ga o'tyaptimi? Minus 2 ga. Necha qadam? 4 qadammi? 4 qadam. Demak 4 ta elektron, to'g'rimi? Xo'p, bizda endi oksidlovchi jami nechta elektron qabul qilgan topishimiz kerak. Ya'ni 0.2 mol moddamiz necha mol elektron qabul qilgan? 3.2. A 1 mol moddamizchi? 16. Xo'p, necha bo'ladi? 16. Xo'p, bu qabul qilgan elektronlar soni mana shu kislorodga teng bo'lishi kerak edimi? Ha. Xo'p, kislorod demak nechta qabul qilyapti jami? 4 ta 4 elektron. tami? Xo'p, 4 bo'ladigan bo'lsa 4 ni ko'paytiramiz. Kislorodni oldidagi songa mana 1,5 N minus 0.5. Shu ayni paytda nechaga teng bizga? 16 gami? Ha. Shu tenglarni hisob qo'yamiz. Xo'p, 4 ni 1,5 ga ko'paytiramiz. 6. 6N minus 4 ni xo'p 2 bo'ladimi? Ha, 2. Teng bo'ladi 16 16 ga. ga.
Xo'p, 6 n joyiga turadi. Bu tarafda 8 mi? Ha, 18. N teng 3. To'g'rimi? B javob. Xo'p, demak aldagida nechta bo'lgan atomi mavjud deyapti. B javobmi shunda? Ha, B javob. Umumiy holatda mana bu yerga yozib qo'ysak bo'ladi. C2. Xo'p, nech bo'ladi endi shunda? H5. 5. Aldagi guruhmi? Ha. Mana. Umumiy 3 ta uglerod bor. Tushunarlimi? Mana yozib olaman. Xo'p, 7-variantgacha ko'rdikmi? Ha. Nechinchi variant? 5-variant 14-misol. Yaxshi, 8 ga o'tamiz. Xo'p, 8. Demak, bizga natriy 3x olib berilgan, modda suvga eritilganda 250 ml eritmasi bo'lib deyapti. Eritmada natriy ionlarining konsentratsiyasi 1.2 molar. X ning molar massasini aniqlang deyapti. Xo'p, demak, isotlanib darajasi 100%. Xo'p, natriy 3 x atom bor. Buni biz ionlarga ayirsak nimalar chiqadi? Natriy plus, to'g'rimi? X atomdan 3 minus chiqadimi? Ha, 3 minus. 3 minus. Natriy Mana dan bu 3 qo'shib 3 dan. to'g'rimi? Endi mana shu yerda molardan chiqarishimiz kerak. Xo'p, 1.2 molar degani nima degani? 1000 ml eritma bo'lsa, 1.2 molar. Bor, bizga bunaqadan 250 metr bor. 250 metr nechta qancha? 0.3. Ha? 0.3. 0.3. Demak, eritmada qancha natriy ioni bor? 0.3. Xo'p, bizda endi masala shartida berilgan 16.4 ni mana shu yerga yoza olamanmi? Nima uchun yoza olaman? 100% ionlarga ajralgan. Avvalgi misollarda yoza olmasdikmi? 2 qism qilib yozardikmi? Bunda yoza olamiz. Nima uchun? 100% ionlarga ajralib ketgan. Xo'p, demak, mana bundan 3 mol bo'lganda bundan qancha hisob beramiz? 164. To'g'rimi? 164 dan endi biz ayirishimiz kerak nimalarni? 3 ta natriy massasi. Xo'p, 69 ni yana ayiramiz nechada? 64 ta. 64 yani. 64 ga ayramizmi? Nechi qoladi? 31. 31. Qaysi javob? B javob. B javob. Demak, qaysi elementniki? Fosfor. Fosfor. Tushundikmi? Qayta tushuntiraymi? Xo'p. Ha. Aslini tushundingmi? Xo'p. 9. Qanday formulani ishlardik? minus 2. Xo'p, minus 2, minus 2. Mana shu nechga teng bo'lishi kerak masala shartida? Xo'p, 16 ga. Xo'p, minus 2 teng. Minus 2 bu tarafga o'tsa? Plus 2. Xo'p, 16 bilan 18. 18. Endi minus 9. Shuhrat nima uchun minus 9 chiqdi? Alkanada oksigen darajasi minus 1. Xo'p, yaxshi. Qaysi javob bo'ladi endi shunda? A javob. A javob. Xo'p, 10-masala. Grafik berilgan temir qo'sh oksidlar. Xo'p, masala shartida demak, temir qo'sh oksiddan qancha berilgan? 23.2 grammmi? Ha. Xo'p, temir qo'sh oksidlar birinchi uglerod bilan qaytarilyapti. Xo'p, qaytarsak temir 3.4 qo'shilgan uglerod. Nima chiqadi? Temir bilan iskazi. Iskazi. Tenglashtiraylik endi. Temirni oldiga 3. iskazni oldiga, xo'p, iskazni oldiga 4. Uglerodni oldiga 4. Endi mana shu hosil bo'lgan. Xo'p, metalimiz nimadan yaksalashyapti? Xlor kislota. H xlor. Temir qo'shilgan. Xlor kislota. Temir xlor 2 plus vodorod. Xo'p, masala shartida aytyapti. 20.2. Necha litr iskazi hosil bo'ladi va hosil bo'lgan metal necha mol xlor kislota bilan reaksiya qilishadi deyapti. Xo'p, mana bu temir 232 edimi? 232 bo'lganda 3 mol temir hosil bo'ladi va 4 mol iskaz hosil bo'ladimi? 4 mol 89.6mi? Bizga bunaqadan qancha bor endi? 20.2. 23.2 bo'lganda qancha temir, qancha iskazlik hisob beraman. 0.3 3 mol temir. Xo'p, 0.3 mol temir bo'ladi. 8.96 gaz. Iskazi. Iskaz bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, endi bitta temirdan uchun qancha xlor kislota sarflanadi? 2. 2 mol. Xo'p, 0.3 uchun 0.6. 0.6. Tushunarlimi? C javob. 8.96 ga 0.6. Xo'p, 11. Qog'oz ishlab chiqarishda ishlatiladigan tuzning molar massasini aniqlang. Qaysi tuz?
Kalsiy gidrosulfat. Gidrosulfat to'g'rimi? Mana. Xo'p, topaylikcha 40 202 massasi. 81 2 ga ko'paytiramiz 40 160 2 mi? 202 chiqadimi? Ha. 202 chiqadi. Hop. Chiqmasa kerak. Ha, 202 ustoz. 202 mi? Hop, 12. 0.5 mol atom tutidan titlangan x gram kripton qo'shilganda 1608 gram aralashmasi bo'ldi. X ni aniqlangan. Hop, sizlarni yozib olamiz. CH. Hop, buni har demak 32 gramda nechta atom bor? 5 tami? Masalasi artan 0.5. Hop, 0.5 uchun qanchalik hisob berasiz? 3.2 mi? Ha, 3.2. Demak, boshida 3.2 gram nima bo'lgan? Hop, silan bo'lgan. Bunga tashqaridan x gram kripton qo'shilgan va qo'shilgandan keyin 16.8 gram aralashma. Qo'shilgan qancha massasi? 13.6. 13.6. Qaysi javob? C javob. C javob. Hop. 13. Natriy gidroksidga qo'shyapti. Misxlari. Misqiladi. Almashtirishmi? Nima hosil bo'ladi? Mis gidroksid minus natriy xlor. Hop, bizdan cho'pani so'rayaptimi? 98. 98. bo'ladi. Hop, demak B javob. Yozib olaman. Aralashtirishga. Xo'p, ammoniy dixromat va ammoniy nitratdan iborat aralashma parchalandi. Natijada 38 gram amfoter oksid va 63 gram suv hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi azotning massasini aniqladi. Xo'p, demak ammoniy dixromatni parchalashdan boshlaymiz. NH4 Xo'p, xrom 2 O7 to'g'rimi? Aslida nimalar chiqadi? Azot, xrom oksidi, suv. Xo'p, ammoniy nitrat parchalasi nima hosil bo'ladi? Azot? Ammoniy nitrat parchalasi, Ha. ammiak, Yo'q. Azot. Azot peroksid minus suv hosil bo'ladi. To'g'rimi? Bunda azot peroksid deb o'qiyapman. Xo'p, mana bundan 4. Endi mana yerda necha bo'ladi? 2 mi? Teng. Xo'p, bizda endi qarang. Suv hosil bo'ldi deyapti. Ikkita joydan suv hosil bo'lgan, to'g'rimi? Umumiy suvning miqdorini topib olaylik. 63 gram suv hosil bo'lgan ekan. 18 ga bo'laveraylik. Miqdori chiqadi suvning. 3.5. 3. Xo'p, nima degani bu? Mana shu ikkita reaksiya uchun necha bor suv sarflangan? Suv hosil bo'lgan 3.5 mi? Va amfoter oksid hosil bo'ldi deyapti. Qarang. Biz amfoter oksid orqali birinchi reaksiyada qancha suv hosil bo'lganini topsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak, amfoter oksidni yemaylik hisoblaylik. Necha bo'ladi? Mera 152. Xo'p, 152 bo'lganda 4 mol suv ishlaydi. Bundan demak 38 gram bo'lganda qancha suv ishlaydi deb savol bersak bo'ladi. 1 mol. Ha? 1 mol. 1 molmi? Xo'p, endi qarang. O'zi 3,5 mol. Nima bor edi? Suv bor edi. Keyincha shundan 1 mol birinchi reaksiya uchun hosil bo'lganmi? Ha. Qolgan 2,5 mol. 2.5 mol ikkinchi suv. Ikkinchi suv. Mana bundan 2 mol ishlaydi. Xo'p, bizdan so'rayotgan narsa dastlabki aralashmadagi azotning massasini aniqlang. Xo'p, qarang. Men mana shu ikkita azot topib qo'ysam bo'ldimi? Farqi yo'q, baribir yo'qolmaydi-ku massa. Gaz bo'lsa ham xo'p bu uchib ketishi mumkin, lekin baribir shuncha massa uchib ketadimi? Boshida qancha azot bo'lsa shuncha kamayadimi? Shuni farqi yo'q, mana boshida qancha azot bor deb savol bersak ham teng bo'lib qoladi. Mana bu 28 mi? 28 bo'lsa qancha azot bor deb savol berishimiz kerak? 7. Xo'p, azot peroksidlarga necha gram azot bor? Bunda ham 28 gram azot bormi? Mana. Xo'p, buni qancha deymiz? 35. 35. Acha. Xo'p. Bu yerdan 35 chiqadimi? Xo'p, yig'indisi kerak bizga. 35 qo'shilgan 7. 42. 42. C javob. Javob. Tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p, 15. Propen. Propen yondirilganda
sarflangan kislorod va hosil bo'lgan karbonhidrat farqi 0.4 molga teng. Hosil bo'lgan suv miqdorini toping. Xo'p, propanni yondirsak, CO3 6. Xo'p, buni yondirsak, nimalar chiqadi? Karbonhidrat plus suv. Xo'p, tenglashtirsak, mana yerga 3, bergancha bergan 3 mi? 3 Xo'p, buni oldiga 3 kare 2 6 4,5 mi? 4,5. Xo'p, bizda aytyapti. Xo'p, hosil bo'lgan karbonhidrat va sarflangan kislorod miqdori 0.4 ga teng. Xo'p, reaksiya sharti bo'yicha qaraylikcha qanchaga kamaygan? Ya'ni, mana bu 4.5 mol edi. Bu 3 edi, to'g'rimi? Delta farqi nechaga teng? 1.5 ga. Xo'p, delta farqi 1.5 ga teng bo'lganda necha mol suv hosil bo'lyapti? 3 mol. 3 mol. Bizda delta farqi nechaga teng? 0.3 0.3 ga teng emas shaklda? 0.4 mi? 0.4. Xo'p, 0.4 ga teng bo'lganda qancha suv hosil bo'ladi deb hisob beramiz? 0.8 0.8. Tushunarlimi? Xo'p, 16 qaysi javob bo'ladi? Normal konsentratsiyaning birligini aniqlang. Bejavob. Ya'ni Mol ekvivalent taqsim litr. yaxshi. Xo'p, 17 ishlasak. 1 litr 30%li zichligi 1.26 gram metr bo'lgan alyuminiy sulfat eritmasi. Xo'p, eritmasida barcha ionlarning molar konsentratsiyasini aniqlang. Moddaning gidroliz hisobga olinmasin, alfaning 30%. Ya'ni gidrolizlar hisobga olmayapti-da, shunchaki dissotsiyalar beryapti. Xo'p, 30% degani endi ikki qismga yozishga majburmizmi? Boya 100% deganni avvalgi masalada yozmadik. 100% erib ketgandi. Alyuminiy sulfatni ikki qism qilib yozsak. Xo'p, mana nima hosil bo'ladi? Alyuminiy plus 3 Xo'p, bundan necha plus bo'ladi? 3. 3 plus 2 minus. Mana 2, 3 to'g'rimi? Yana bir qism alyuminiy sulfatimiz bor, u nima bo'lgan? Dissotsiyalanma. Lekin bularning umumiy miqdorini topishimiz kerak. Shuni nima qilamiz 1 litrni? 1 litrni ko'paytiramiz 1.026 ga masalan. Xo'p, mana 1.026 ga 1.026 chiqadimi? Buni yana nega ko'paytiramiz endi? Ko'paytiramiz. Xo'p, ne chiqadi? 1026. 1026 ni 30%. Endi 1026 30% topamiz. Eritma degani har 100 gram bo'lsa 30%, 1026 bo'lsa qancha deb savol beramiz. 7.8. 7.8. Bu boshida idishda olingan alyuminiy sulfatning miqdorimi? 340 ga bo'laylik moli chiqadi. 0.9. Demak, qancha alyuminiy sulfat bo'lgan? Oshida 0.9 bo'lgan. Shuni necha foiz yonlarga ajratib ketgan? 30%. Mana shu qismni topishimiz kerakmi biz? Bu qism kerak emas bizga. Demak, 0.9 ni 30% topib qolamiz. 0.27. 0.27. Bitta alyuminiy sulfat bo'lganda nechta yon hosil bo'ladi? 5 ta. 5 ta. 0.27 bo'lsa-chi? 1.35 ta. 1.35 ta. Endi 18 issiqligi eng chidamli bo'lgan element qaysi deyapti? Wolfram. 19 chiqadi o'sha yerga? Ha. C6H12 tarkibli moddaning halqada 4 ta uglerod bo'lgan izomerlardan tashqari nechta izomer bor? Demak, nima haqida boryapti? Siklogeksan. Birinchi necha burchak chizamiz? 6 burchak. Mana, ikkinchi endi 5 burchak. Ha, 5 burchak bo'lmaydi. Mana, endi bitta metr qo'yamizmi? Ha, bitta metr qo'yamiz. Chiqash 3. boshqa holat yo'q bu bilan. Yo'q. Endi necha burchakka tushadi? 4 burchak. 4 burchakka. Demak, mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, endi bunda nechta uglerod ortib qoldi? Ikkitami? O'sha ikkita ortib qolgan uglerodni biz mana bu yerdan chiqarib metr deb bersak bo'ladimi? Chiqash bitta. Xo'p, yoki 1-2. 1-2 ga bersak bo'ladimi? Mana. Chiqash 3. Yana necha ga bersak bo'ladi? 1-3 ga bersak bo'ladimi?
uch, uch. Bir to'rtga bo'ladimi? Yo'q. Takrorlab qoladi-ya. Takrorlab qo'yadi. Xo'p, to'rtburchakni o'zini yozib, bitta eslik bersak bo'ladimi? Mana. C2H5. Xo'p, mana buni yana qisqartirib uchburchak qilsak, bo'ladimi shunday holat? Xo'p, uchburchak qilsak, necha xil chiqadi bundan uchburchak? Bundan 3 xil, 4 xil chiqadi. Shu holatdanmi? Uchburchakdan. 3 burchakdan 4 xil chiqadi. Xo'p, qaysidan? Mana bunga qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? 1 2 3 ga. 1 2 3 Mana 1 2 3 ga metr qo'yib. 1 2 3 ga qo'ysak bo'ladi. Mana. Yana qaysidan qo'ysak bo'ladi? 1 1 2 ga qo'ysak bo'ladimi? Mana 1 1 2 qilsak bo'ladi. 1 1 2. Xo'p, 1 1 2 qilsak mana. Mana. Yana qaysiga qo'ysak bo'ladi? Bo'ldimi menimcha, to'g'rimi? Yo'q. Yana bir ko'rmaysiz, bitta etil, bitta metil qilsak bo'ladi. Bitta metin, bitta metin, bitta etin. bitta etin. Ha. Xo'p, Shu bilan takrorlamaymi shu? qaysi? Bumi? Qaysini takrorlab qo'yadi? Shuni takrorlamaymi? Yo'q, u 1 1 dimetil bo'ladi. Yo'q, takrorlamaydi. Mana yerga bitta H3, mana yerga bitta C2H5. 5. Bo'ldimi menimcha boshqa yo'qmi? Yo'q. Bizlar endi mana so'rayapti. Yana qaysilar bor? Propil bilan izopropil. Ha, propil bilan izopropil boshdan kechirish kerak ekanda. 3 ta ular ortib qoldi degani boshdan kechirish kerak ekan. Mana propil to'g'rimi? Hop, propil holatini yozaylik. Mana. Endi izopropil holatini yozish kerakmi? Ha. Uglerod. Aynan biz izopropil radikalni belgilaymiz. Mana bu holatda. Hop, nechta bo'ladi endi jami? Jami 4 taliklarni. Nima so'rayapsiz sizdan? Bo'lgan izomerlardan tashqari nechta izomer bor? 4 ta uglerod bo'lgan izomerdan tashqari nechta Ha, izomer bor? butanlardan tashqari. Ha, butanlardan tashqari nechta? 7 ta. 7 ta. 7 ta degan javob yo'q-ku. 7 4 taliklardan tashqari. Senga nechta chiqdi? 7 ta? Ha, 7 Xo'p. Sanaylikmi? O'shalaymi? Xo'p. C12H12 tarkibli moddaning halqada 4 ta uglerod bo'lgan izomerlardan tashqari nechta izomer bor? Ya'ni bizga aytyapti, siklobeksanning halqada 4 ta bo'lgan holatdan boshqa nechta izomeri bor deyapti. Xo'p, yozib olaylik qani. C6H12. Birinchi nechta burchak deb yozardik? 6 burchakmi? Xo'p, 6 burchak deb yozsak. Ya'ni siklobeksan, to'g'rimi? Endi buni 5 burchak qilsak bo'ladimi? Hop, 5 burchak qilsak, nechta uglerod ortib qoladi? Bittami? Bitta. Demak, o'sha bitta ortib qolgan uglerodni metin deb bersak bo'ladimi? Mana, metil siklopentan. Hop. Endi buni o'zgartirishdan foyda yo'q-a? Yo'q. Endi nima qilamiz? 4 burchak o'tadimi? Hop. Mana 4 burchak holatlarini yozsak. Demak, bizga nechta uglerod ortib qolyapti? 2 ta. Ikkitami? Ortib qolgan uglerodni yuqoridan pastga qarab yozamiz. Yuqoridan pastga degani birinchi ikkita uglerodi bor bo'lgan radikal qaysi? Etil. Etil. Birinchini etil deb beraylikmi? C2H5. Demak, etil siklobutan, to'g'rimi? Xo'p, endi yana mana 4 burchakni yozib olsak, endi nima qilsak bo'ladi? Metil bersak bo'ladimi? Etil bersak. Xo'p, faqat birga metil bersak bo'ladimi birinchi? Mana. Bo'ladi. Demak, 1 dimetil siklobutan. Yana nima qilsak bo'ladi? 1 2 qilsak. 1 2 qilsak ham bo'ladi. Hop. H3. Yana-chi? 1 3 qilsak. 1 3 qilsak ham bo'ladi, ya. Mana. Shu holat. Bo'ldimi, boshqa foyda yo'qmi bundan? Yo'q. Endi necha burchakka o'tamiz? 3 burchak. Hop, 3 burchakka o'tsak. Mana. Nechta uglerodimiz ortib qoladi? Boshida 6 ta edi, keyin nechta qoldi? 3 ta. Demak, 3 ta ortib qoldi, yana yuqoridan boshlaymiz. 3 ta uglerod bor bo'lgan radikallar qaysi? Birinchi. Propil. Propil bilan izopropilmi? Hop, biz mana propilni yozib olsak. Propil. Mana bitta.
Hop, endi-chi izopropil holatini yozsak bo'ladimi? Mana. Izopropil. Endi uchtalik holatni ustulari, to'g'rimi? Yana nima qilsak bo'ladi? Qisqartsa, hop, mana buni endi ikkita ugleroddan bitta ugled deb yozsak bo'ladimi? Ya'ni etil metil deb, to'g'rimi? Mana. Hop, mana bu yerga deylik. H3 C2H5. Nima bo'ladi? 1 metil, 1 etil, siklopropan. To'g'rimi? Endi mana shuni metil joyiga tursin, etilni sursam bo'ladimi? C2H5 deb. To'g'rimi? Hop, 1 metil, 2 etil nima bo'ladi? Siklopropan. O'zgartirishdan foyda yo'q bu tarafda. Endi nima qilsak bo'ladi? 3 ta ortib qolgan uglerodni biz metil sifatida bersak ham bo'ladimi? Hop, mana bunga mana. Nechta bersak bo'ladi? Bir vaqtni o'zida ikkita bersak bo'ladimi? Ikkita metil, to'g'rimi? H3, H3. Keyinchi mana yerda bitta H3 bersak bo'ladimi? 1 2 trimetil siklopropan. Endi mana buni o'zgartirsam holatini. Mana. H3, H3, H3. Endi nima holati bu? 1 2 3 trimetil siklobutan. Bo'ldi ham menimcha boshqa chiqmaydi. Bizdan so'rayapti. Xalqada demak to'rttaliklarni inomat qilmasdan sanab ber deyapti. Xo'p, to'rttaliklarni inomat qilmasak nechta chiqadi jami? 8. 8 chiqadimi? Faqat to'rttaliklarni inomat qilamiz. Demak, javobimiz 8. 8 ta bejavob. 20. Metanga kislorod qo'shyapti, karbonat bilan suv hosil bo'lyapti. Reaksiyada kislorod o'rniga hop, ikkita azot va kislorod aralashmasi o'tkazilganda reaksiya tezligi 1.4 marta ortishi ma'lum bo'lsa, x'ni aniqlang. Hop, mana shu yerda xatolik ketgan. 1.4 marta oshish emas, kamayadi. Chunki dastlabki kislorodning foizi yuqori bo'ladi. 100% kislorod deb olsak, u keyin azot va kislorod aralashmasi qo'shilgandan keyin kamayadi. Shuning uchun biz bu yerda hozir 1.4 marta kamayadi deb ishlasak javobimiz chiqsa kerak. Hop, H4 plus karbonatli plus maniga demak bizda mana shu kislorod o'rniga nima ishlatilyapti? Ikkita azot va O2 aralashmasi ishlatilyaptimi? Hop, buni o'rniga shu ishlatilyapti. Mana shuning dastlabki holatini bilmayman, konsentratsiyasi. X deb belgilasa bo'ladimi? 100% kislorod turibdi, konsentratsiyasi X. X deb yozsam, X ning nechinchisi bo'ladi? Ikkinchisi, endi necha marta kamayish kerak? 1.4 marta. Hop, undan ilk olsak bo'ladimi? 1.4. 12 bo'ladimi shunda? 12. Demak, dastlabki holatga qaraganda aralashma necha marta kamaygan? 12 marta kamaygan. Bu degani boshda kislorod masalan, hop 100% kislorod bo'lsa, u necha marta kamaygan? 12 marta kamaygan. 12 ga bo'lamiz 100 ni. 8.3. 8.3 mi? Har 100% dan 8.33 endi nimaga tegishli? Kislorodga. Qolgan nimaga tegishli? Azotgami? Ayirib qo'yamiz yuzidan. Yuz ayrilgan 8.33. Mana. 101.77. Necha? 101.77. Yo'q, 100 dedi. 91.77. 91.77. Xo'p. Endi mana bu o'zaro nisbatni topadigan bo'lsak, 91.77 ni 8.3 ga bo'lib qo'ysak, javob chiqadi. 11. Tushunarlimi? 100% li oldik boshda kislorod. Keyin 12 marta kamaygan uchun 12 ga bo'ldik. Boshlang'ich holati 100 bo'ladigan bo'lsa, keyin 8.3 bo'ladi. Xo'p, 100 dan 8.3 dan qolgan nimaga tegishli? Asosga. Bir nisbatni topsak, demak 11 ekan. Tushunarlimi? Har 11 ta azot molekulasi olsak, nechta kislorod olishimiz kerak? Bitta. 21. Xo'p, reaksiya berilganimizga
plus sulfat kislota. Hop, bizdan so'rayotgan narsa ushbu reaksiyada hosil bo'lgan tuzlarning massa farqi 0.26 ga teng bo'lsa, reaksiyada qatnashgan kislota va tuzning massalari yig'indisini aniqlaydi. Mana bunisi. Hop, buni kaliy misoldan kaliy sulfat, ruh misoldan sulfat hosil bo'ladimi? Ortiq bo'lsa demak suvaman. Kaliy sulfat, ruh sulfat, plus endi suv hosil bo'ladimi shunda? Hop, reaksiya tengmi, teng emasmi? Suvni oldiga 4, Suvni oldiga 4, sulfat kislotani oldiga 2. mana sulfat kislotani oldiga 2 qo'ydik, suvni oldiga 4 qo'ysak tengmi shunda? Teng. Yaxshi. Endi ushbu reaksiyada hosil bo'lgan tuzlarning massa farqi 0.26 ga teng. Xo'p, mana bu tuzlarning massa farqi. Buni topaylikda. Necha bo'lardi? 174 bo'lar edimi? 174, 174. Bu 161 edimi? 161. Xo'p, massa farqini topaylik. Massa farqi 13. 13. Deylik, mana shuni yozib qo'yaylik. Delta farqimiz 13. Tushunarli? Endi delta farqimiz 13 ga teng bo'lganda reaksiyada qatnashgan kislota va tuzning massalar yig'indisi. Mana bularning massalar yig'indisini topaylik. Hop, bitta sulfat kislota 196 bo'ladi. 196 bu 211. Umumiy yig'indisini topaylik. 407. 407. 7. Endi qani? Har 407 bo'lganda delta farqimiz nechaga teng? 13 ga. Bizda masalan shartida 0.26. 0.26 ga teng bo'lganda qancha deb hisob beramiz? 8.14. 8.14. 14. Ajoyib. Ha. 22. Izoniazid molekulasida nechta atomdan tashkil topgan deyapti. Hop, molekulasini topsak. Hop, mana bu holatda azot ekan. Bunda bu tarafda o'zi benzol halqasida nechta vodorod bo'lar edi? Vodorod, uglerod 6 ta. 6 ta. Vodorod 12 ta bo'lar edimi? 12 ta bo'lardi, lekin kamayish bormi hozir? Bundan bitta kamaygan, bundan bitta kamayganmi? Nechta vodorod bo'ladi hozircha? 10 tami? 10 tamasi. C6 H6 edi, to'g'rimi? Siklogeksan bilan adashadi. Hop, C6 H6 bo'ladigan bo'lsa, mana bundan bitta kamaygan, bundan bitta kamaygan. Nechta bo'ladi shunda? 4 ta bo'ladimi? C6H4. Xo'p. Mana shu holatda turibdi. Endi nechta nimalarni tashkil topgan? Atomdan tashkil topgan. Sanab chiqishimiz kerak. Xo'p. Bu 10 ta, to'g'rimi? Bu bilan 11, 12, 13, 14, 15. Xo'p. Siz uglerod 6 ta bir avshi, azot uglerod 4 ga kelib joylashdik. 22. Izoniazid molekulasida nechta atomdan tashkil topgan? Xo'p, Shuhrat qanday bo'ladi endi? Asoslantirsa nechta uglerod bor jami? 5 ta. Xo'p, 5 ta. Mana uglerodimiz 5 ta. Vodorodimiz nechta? 4 ta. Va bitta ortiqcha azot bormi? Shularni yig'inini qilib qo'ysak. Demak, mana shu holatda 5 ta, 4 ta, 9 ta, bu bilan 10 ta, 11, 12, 13, 14, 15, 2 qo'shsak 17 ta. Demak, nechta atomdan tashkil topgan? 17 ta atomdan tashkil topgan. 23. Hop. 4 ta natriy oqishga yashirishyapti. Alyuminiy klorida. Birinchi, hop, bundan natriy tetrahidrokso alyuminat hosil bo'ladi. Ya'ni natriy alyuminiy OH 4 plus 3 mol natriy. 3 mol natriy klor hosil bo'ladi. Bizdan nima so'rayapti? Xo'p, kompleks birikmaning molar massasi mana shuni hemen hisoblab beryapti. 118. 118. Demak, bizga ajoyib 24.
nitrat kislota tarkibidagi umumiy kimyoviy o'g'itlar soni aniqlaydi. Bittasi mana shunday chiziqcha bilan chizilar edi, o'z akseptor bog'i hisobiga. Hop, yig'indisi nechta bo'ladi endi umumiy kimyoviy o'g'itlar soni? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Javobimiz A javob. Qani yozib oling. Reaksiyasini yozib olamiz. Qo'shilgan nitrat kislota faqat suyultirilgan deyapti. Plus demak suv. Ketmani bor ketadi. Hop, ajrab chiqqan gazga mos tarif berilgan. Hop, birinchi fosfor hisobidan qaysi kislotasi bo'ladi? Fosfor kislota. Plus oltin o'tin hisobidan sulfat kislota. Endi suyultirilgan degani uchun biz azot 2 oksid chiqaramizmi, azot 1 oksid chiqaramizmi? Azot 2 oksid. Azot 2 oksid bo'ladigan bo'lsa, mana shunga tarif berilgan azot 2 oksid. Xo'p, birinchisi parabol tuxum hidini hidli gaz bo'ladi. Xato, patrosulfit bo'ladi u. Xo'p, sarimsoq hidli gaz bo'lmaydi. Suvda eritilsa 2 xil kislota olinadi deyapti. Suv bilan reaksiya kirishmaydi. Chunki befarq, to'g'rimi? O'z-o'zidan befarq oksid hisoblanadi. C javob. Demak, 25 ga C javob. 26. Sanoatda ammoniakdan nitrat kislota olish 3 bosqichda amalga oshiriladi. Bunda 12.6 gram nitrat kislota olish uchun jami necha litr kislorod kerak bo'ladi? Xo'p, buni biz bitta reaksiya bilan ishlasak bo'ladi. Bosqichma-bosqich ishlasak bo'ladi. Mana yoyib ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi nima qilamiz? Ammoniakni yondiramiz, to'g'rimi? Katalizator ishtirokida. Azot 2 oksidi bilan suv, to'g'rimi? Endi hosil bo'lgan azot 2 oksidini buni oksidlasak kislorod bilan azot 2 oksid olinadi. Azot 2 oksiddan endi qanday nitrat kislota olamiz? Suv qo'shsak. Hop, necha xil kislota olar edi? 2 xilmi? HNO3, HNO2. Hop, reaksiyamiz teng emasmi? Tenglashtirishimiz kerak. Mana yerga hop bitta 2 qo'ysak, 2, 4, 5 ta. Endi teng bo'ldimi? Hop. Endi bu reaksiya bilan buni bog'laydigan shu azot peroksidlari, ya. Bundan 2 mol ishlaganda bundan 63 gram hosil bo'ladi. Xo'p, agar bundan 12.6 gram hosil bo'lsa, qanchalik sol beramiz? 0.2, 0.4 beramiz shunday. Bundan 2 mol ishlaganda bundan 2 mol ishlaydi. 0.4. Bundan 0.4 bo'lganda bundan 0.4. Yana 0.4 ishlaydi. Xo'p. Bizdan jami necha litr kislorod kerak bo'ladi deyapti, to'g'rimi? Necha litr kislorod kerak bo'ladi degan uchun 5 mol kislorod qatnashyaptimi? 5 mol kislorodimiz 112 litr bo'ladimi? Xo'p, 112 litr bo'ladiganda 4 mol bundan hosil bo'ladi. Agar bundan 0.4 mol hosil bo'lsa, qanchalik sol beramiz? 0.2. Shundaymi, qayta tushiraman. Mana tushundingizmi? Xo'p, 27. Qaysi reaksiyadan SO2 olish mumkin deyapti, ya'ni sulfit angidrid. Birinchi holat turibdi. Mis bilan sulfat kislota reaksiya qilishsa olish mumkinmi? Misdan olish mumkin. Demak, bir degan javobimiz to'g'ri. Ikkinchisi, kumushdan ham xuddi shunday olish mumkin. Kalsiy bilan sulfat kislota. Kalsiy sulfatni qadar chiqadi, to'g'rimi? Bundan olib bo'lmaydi. Uglerodga sulfat kislota qo'shsak nima chiqadi? 27. Uglerod qo'shilgan sulfat kislota. Nimalar chiqardi? SO2. Bitta reaksiya qilish ekanligi uchun yozmadim. Endi suv, to'g'rimi? Mana, olish mumkinmi? Xo'p, demak javobimiz 1. Misdan olish mumkin, kumushdan olish mumkin, ugleroddan olish mumkin. 1, 2, 4. 28. Yoritgich lampochkasida ishlab chiqarishda
ishlatiladigan metallarning nechasi quyidagi qavatda keltirilgan deyapti. Bizda qatorda rux bor, temir, kumush, nikel, mis, volfram, molibden, temir 3+ kationi, hop, kumush kationi, keyin stronsiy. Qaysilarini olishimiz mumkin? Birinchi o'rinda hop, nikelni olsak bo'ladi, to'g'rimi? Temirni olsak bo'ladi. Mis, volfram, molibden. Jami 5 xil. Demak, stadion 29. Temir buyumini qaysi metal bilan qoplasak, katot qoplami hosil qiladi. Demak, katot qoplami hosil qilish uchun u rux metali bilan qoplanishi kerak. O'zidan aktivroq bo'lgan metal bilan qoplansa, korroziyaga chidamli bo'ladi. Korroziyaga chidamli bo'ladi. Demak, rux yemirilmaydi. Rux yemirilib ketadi, lekin temir saqlanadi. Shuning uchun javobimiz rux bo'ladi. 30. Molekulyar tarkibda bir xil sondagi mis atomlar tutgan moddalarni belgilang deyapti. Hop, mana shu formasini yozib olsak. Mis OH keyingisi kupritimiz mis peroksid. Mis kartidani mis 2. Yes. Yo, mana bu halkozin. Mis kartidani emas. Mis kartidani mis temir S2 bo'ladi. Xo'p, molekulyasida bir xil sondagi mis atomlarini saqlagan moddalarni aniqlang deyapti. Qaysi javob bo'ladi bizga? Malaxit. Malaxitda 2 ta, kupritda 2 ta. Halkozin. Xo'p, keyin halkozinda 2 ta. 1 2 mana bu joy almashmoqda. 1 2 4 3. Qaysi javob? C javob. C javob.